Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlar uchun tunu kun xizmat qilishda charchamaymiz. Sizlardan yagonagina iltimosim, like bosing, komment yozing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Manzilni eslatib o'taman, uzoq emas. Yujniy vokzali hamma biladi, Sobir Rahimov avtovokzali hamma biladi. O'sha ikkalovini o'rtasida, ya'ni manzil Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Do'mbrobod mahallasi, Gavhar ko'chasi. Lokatsiyaga Serquyosh 55 yozsanglar ham to'g'ri kelaverasizlar. Mavodagi ekranda turgan nomerga telefon qilinglar yoki Telegramdan yozinglar, lokatsiya ham tashab beramiz. Telegram kanalga ham ulab qo'yamiz. Bugungi obzorimiz juda ham chiroyli mashinalardan bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar, videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Sizlar uchun endi mana shunaqa ob-havolarda, chiroyli sharoitlarda obzorlarni qilib berishni boshladik. Bo'lmasa obzor qilib beraman, mashinalarni ko'rib olinglar, keyin oxirida narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa, qani boshladik. Bugungi qahramonlarimiz shu ikkita Nexus 3 bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi mashinamiz oppoq rangda 2019-yil Nexus 3imiz. Marhamat ko'rishinglar mumkin, avtomat korobka. Mashinaning o'zini zavodskoy marhamat mana ko'rishinglar mumkin. Diskalarida, balonlar yaxshi holatda. Mashina ichlarini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Mana marhamat ko'rishinglar mumkin, salonlarini, chexollar, akvaprintlari, mashina zo'r holatda, Magicar pult, registratorlari bor. 170 ming atrofida yurgan masofasi, lekin mashinaning holati zo'r, ya'ni mashinada shumkalar bo'lgan. Orqa qismlarini ham sekin ko'rib qo'yamiz. Marhamat. Qaranglar, orqalari ham tinib turibdi. Hammaga kerak bo'ladigan metan gazlari bilan tayyor, ko'rasizlar. Mana mashina tayyor. Olasiz, minasiz, hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Shu mashinamiz mana marhamat, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xarid qilishinglar mumkin o'rtoqlar. Keyingi mashinamiz mokriy asfalt. Bu mashinamiz mexanika korobka o'rtoqlar. Marhamat ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz yaxshi holatda, balonlari bormi ham o'zini mana marhamat ko'rib qo'yishinglar mumkin. Bu mashinamiz benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan, holati zo'r. Bir ikkita kraskalari bor, kesinglar ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamiz ham 160 ming atrofida yurgan mashina, marhamat. Mana ko'rishinglar mumkin. Chexollari, poliklari, hamma narsasi bor. Holati yaxshi, lekin narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa sizlarga yaxshi narxda inshaalloh chiqarib berishga harakat qilamiz. Marhamat kelib xarid qilishinglar mumkin o'rtoqlar. Ko'rib turganinglardek ikkita mashinamiz ham bir-biridan go'zal. Endi bu mashinalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, oq mashinadan boshlaymiz. Oq mashinamiz shu ko'rganingizdek avtomat korobka mashinamizning narxi. Bu mashinani 8200 dollarga kelib naqd pulga xarid qilsanglar bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, hamma viloyatdan naqd pulga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. 8200 dollarga nominglarga o'tqizib haydab ketasizlar. Bo'lib to'lashga majburiy emas, qaytarib o'taman, bo'lib to'lashga ham qilib beramiz. Faqatgina xohlovchilar uchun. Boshlang'ich to'lovi notarius GAI xarajatlari ichida 1550 dollar pul berasizlar. Nominglarga o'tkazib haydab ketasizlar. Endi to'xtang, shoshmang. Namchi bosh to'lov balandroq emasmi demang. Chunki oyma-oy to'lovini ancha arzon qilib beramiz. Qarang. 3 yilga olasizlar 4 million 400 ming so'mdan chiqadi. 4 yilga olasizlar 3 million 670 ming so'mdan chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Oyma-oy to'lovi ancha arzon. Lekin bu mashinalarimiz 5 yilga chiqmaydi. Sababi 2019-yil. Yana qaytarib o'taman, bo'lib to'lashga olishinglar majbur emas, faqat xohlovchilar uchun qilib beramiz. Mexanika mashinamizni ko'rdinglar. Bu mashinamizning narxini 7200 dollar qilib beramiz. Naqd pulga kelib bemalol xarid qilaverasizlar. Endi bu mashinamizni bo'lib to'lashga keladigan bo'lsak, bu mashinamizning ham notarius GAI to'lovlari barcha xarajatning ichida 1200 dollar bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Endi buni ham oyma-oy to'lovi ancha arzon chiqadi. Ya'ni 3 yilga olaman desanglar 4 million 20 ming so'mdan chiqadi. 4 yilga olaman desanglar 3 million 350 ming so'mdan chiqadi. Chunki oyma-oy to'lovi hozirgi kunda boshlang'ichi 500, 600, 800 dollar bo'lgani bilan oyma-oy to'lovini ham bu yerda o'ylab qo'yish kerak. Endi 3 million 300 ancha, menimcha yengil deb o'ylayman. Agar yoqsa marhamat kelib xarid qilinglar. Bizdan buni bo'lib to'lashga olishinglar qaytarib o'taman. Majburiy emas.
Agar yoqqan bo'lsa, bitta like ayami bosib qo'ying, komment yozing, yaqin jigarlarga jo'natib qo'ying. Sizlar uchun xizmat qilishni charchamaymiz. Assortimentlarimiz yetarli. Ish kuni har kuni soat 10:00 dan 18:00 gacha ishlaymiz. Ozgina vaqtinglarni olib qo'ygan bo'lsam, rozi bo'lib qo'yasizlar. Avtomixdan uzolashmanglar.